Voy assalomu alaykum sportsmen qadrdonlarim. Men hozir shokda charchoq ming oda bo'ldim. Energiyam tugadi. Bolalar 209 ta anjumani qilib qo'ydi. 209 ta rekordda pik ham chiqib yo'l tashlashdi. Lekin imkoniyat bor hammada. 200 ta 209 ta 30 ga olib bo'lsa aloqaga chiqamiz. Lekin bu yerda ukalarim spesial gladiator jangga tayyorlab o'tabek. Bilmayman bir hafta ichida qanot oladi bularni. Shunga ishonish qiyin, fizikga ishonish qiyin bularga. Lekin men hammasiga qo'l qoldim. Mehnatiga, sabriga, irodasiga, kuchiga, oxirgi nuqtasigacha imkoniyat borgacha hammasidan foydalanishdi. Ota-onasiga ming rahmat, buni tarbiyalagan ustoziga rahmat. Bularga arzmagan bo'lsa ham kichikroq sovg'amiz bor. Birinchi o'ringa ismingiz nima edi? Abdujalil Buzu 209 ta anjumani sovg'amiz bor. Mana obvisi ham rozi bo'lib. Ikkinchi o'rin 200 ta sovg'amizni ozroq bo'lsa ham rozi bo'lib xursand bo'lasiz. Hop, eng yomoni 9 yoshli bola 120 ta. Va sizni rozi bo'lasiz. Chiroq bilan sovg'amiz. Ismingiz nima edi? Ixlosbek. Nechta? 100 ta anjumani qildi. Rekord. 90 talik rekordni ham yangilab qo'ydi. 2 kishi bo'lsa. Mana Amirga. Yana bittasi. Ismingiz nima edi? Amirxonga ham yana bitta sovg'amiz bor. Mana yengil bo'lsa ham, ozroq bo'lsa rozi bo'lasiz. Hammalarga ming rahmat. Da'vogarlar bo'lsa, bosamiz Otabek shogirdlariga zuri bormi chiqadigan. Davay!